Bugungi videomizda sizlarga ajoyib yangilik bilan boshlamoqchimiz. Pavlonia plantatsiyasini tashkil qilmoqdamiz. 70 santimetrli agat bo'lishi kerak bo'ladi, albatta. Bu taraflamasi bo'lsa, har 2 metrga bittadan ekiladi. Ishonchli Pavlonia ko'chatlarini yetkazib berishga tayyor bo'lamiz. Agat olganingizdan keyin uni bir marta namlab olish kerak bo'ladi. Assalomu alaykum aziz do'stlar, sizlar bilan Muzaffar Alimov. Mana 2 gektarlik yerimizda biz Pavlonia plantatsiyasini tashkil qilishni boshlamoqdamiz inshaalloh. Narigi boshidan joylari ko'lanyapti. Xohlasa ana shu joydan ekishni boshlaymiz. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, hurmatli Ekozamin kanali ixlosmandlari. Bugungi videomizda sizlarga ajoyib yangilik bilan boshlamoqchimiz. Bu yangiligimiz shundan iboratki, bu ko'rib turganingiz yer maydoni 2 gektardan iborat yangi yer maydon. Bu yerga biz xudo xolasa Pavlonia plantatsiyasini tashkil qilmoqdamiz. Bugungi sanamiz 29-aprel 2022-yilda turibmiz. Bu Pavlonia plantatsiyasini tashkil qilish sxemalari haqida sizlarga ozgina tushuntirib o'tsam. Tashkil qilishdan oldin bu ko'rgan agatlaringiz 70 santimetrli agat bo'lishi kerak bo'ladi, albatta. Ekish sistemasi bo'ladigan bo'lsa, biz hozir har 7 ta agatni bittasiga ekyapmiz, ya'ni 490 bo'ladi. 7 ta agat ortga tashalyapti. 490 bo'ladi. 4 metr 90 santimetr. Bu taraflamasi bo'lsa, har 2 metrga bittadan ekiladi, ya'ni 4 metr 90 santimetrga 2 metr kenglikda Pavlonia plantatsiyasini tashkil qilyapmiz. Buni oralaridan unumli foydalanish uchun esa, xudo xolasa biz sizlarga 2022-yil kuzga va 2023-yil bahor mavsumi uchun ko'chatlar yetkazib berish maqsadida niholchalarda ko'chat forma qilib ekiladi bu yerga. Albatta sizlarning zakazlaringizga binoan biz sizlarga ushbu yer maydondan ham ishonchli Pavlonia ko'chatlarini yetkazib berishga tayyor bo'lamiz. Ha aytgancha aziz yurtdoshlar, ekish sirlaridan, ya'ni yo'nalishlaridan biri albatta 70 li agat olganingizdan keyin uni bir marta namlab olish kerak bo'ladi. Namlaganingizdan so'ng uni keyin tobiga keltirib o'sha namiga ekilsa, xudo xolasa Pavlonia niholchalarini poteriyasi maksimal darajada kamayadi. Aziz yurtdoshlar, albatta qo'shimcha savollaringiz bo'ladigan bo'lsa, ushbu video kommentariyasiga yozib qoldiringlar. Keyingi videolarimizda savollaringizga ham javob beramiz. Ishlaringizga omad, Xudo yor bo'lsin. Biz bilan birga bo'ling.